Hazrati oliylari sizlarni hech qachon tashlab ketmaganlar. Bundan 15 yil oldin Jolpon bilan Kisvanti o'rtasidagi urush paytida sizlarni halok bo'lgan deb eshitgandik. Bu oyoq kiyim sizniki. Buni siz va Yesoya xonimni Jolpon chegarasidan izlayotganimizda topib olgandik. Sizni ko'rmagan bo'lsalar-da, Hazrati oliylar shuncha yillar davomida yagona esdalik sifatida shu oyoq kiyimingizni asrab yurdilar. Shuni yaxshi bilingki, qirolimiz jangu jadallarda ko'p jarohatlar olganlar. Lekin Yesoya xonim bilan sizni yo'qotishini qalbidagi eng og'ir jarohat deb bilardilar. Baribir sizni tushunib, kechirishga qodir emasman. Siz bizdan yuz o'girgan bo'lsangiz kerak deb. Onam sizni hech qachon izlamaganlar.